Iltimos videoni bunaqa holatga keltiring. Videoni ko'ramiz. Keyin sizlar bilan Uitsson ko'prigi haqida ko'rib o'tamiz. O'zi Uitsson ko'prigi nima? Agar zanjir shunday holatda ulansa va R1 ning R3 ga nisbati R2 ning R4 ga nisbatiga, ya'ni R1 ning R3 ga nisbati R2 ning R4 ga nisbatiga teng bo'ladigan bo'lsa, R5 qarshilikdan tok o'tmaydi. Keyin buni amaliy tajribada sinab ko'ramiz. Zanjirimiz xuddi sxemadagi kabi ulangan. Mana Arduinoga ulaganman. Hozir multimetrni yoqamiz. Kerakli kuchlanishga qo'yib olamiz. 20 ga. Endi hozir bu 5 voltga ulangan. Hozir men ikkita zanjir uchiga tekizsak 5 voltni ko'rsatadi. Endi mana bu yerga tekizsak o'rtadagi kuchlanish yo'q. Mana tekiz turibman, lekin kuchlanish yo'q. Va bu ikkitasiga tekizsam zanjir ikki tomonda 5 voltni ko'rsatadi. Nega kuchlanish yo'q? Chunki bu yerdan tok oqmaydi. Zanjir uchun Ohm qonunining formulasi I teng U taqsim R bo'lgani uchun qarshilik bor bizda 330 ga teng. Har bir qarshilik 330 ga teng. Bu I tok 0 bo'lgandan keyin u ham 0 bo'lishga majbur. Shunda kuchlanish 0 ko'rsatyapti. Mana shu yerda. Demak, buni bu joyda tursa ham, olib qo'ysak ham hech nima o'zgarmaydi. Chunki bunda hech qanday tok oqmaydi.